Mo'tta. Ha, mo'tta. Mo'tta. Uf, yana shu ishonchli. Ha, ishondanmilla. Yaxshimisan mo'tta? Ishlaring yaxshimi? Birinchidan, men ismim Mo'tti emas, Mo'tabar. Ikkinchidan, siz nimaga keldingiz o'zi? Mo'ttajon, yoningda iltimos bilan kelgandim. Bilasan, avtoshkolada dars beraman. Gruppama ikkita bacha yetmayapti. Yoningda 600 ming so'm puling bo'lsa, o'qishima yozilsang, pravangni uyingga keltirib beraman. O'qishing shart emas. Menga prava kerak emas, Eshonjon. Men uyimga qaytib kelib turmang. O'zi qayerda ko'rasiz ayol kishi mashina haydaganini? Mayli. Bir kun kelib senlar ham eshigimdan yalvarib borasanlar. Prava ber deb. Keting bu yerdan, ey. Shukunlar keladi-ku. Menga qarang ukajon, kallangizda biron nima bo'lsa, keyin pravaya o'qing. Hozir o'qib, keyin pravani olasiz. Tushundingizmi? Odamlar ham tushunmayman-da, o'qimasdan qanday prava? Astag'firullah. Eshon aka. Ha? Eshonjon domlajon. Vo. Aha, mo'tta, tinchlikmi? Muncha paxta qo'yibsan? Domlajon, men uyimda mashina bor, lekin pravam yo'q. Menga prava kerak emas, Eshonjon. O'zi qayerda ko'rasiz ayol kishi mashina haydaganini? Menga qarang mo'ttajon, qayerda ko'rgan xotin kishi mashina minganmi? O'qimoqchiman, lekin kallam yo'q. Menga qara mo'ttajon, o'qimasdan pravani hech kimga berib bo'lmaydi. O'lib ketgan bovam kelsa ham bera olmayman. O'qiysan, keyin olasan pravani. Mayli, qancha pul ketsa ham beraman. Nima? Pul deysanmi? Pul? May. Ana buni ol. Nima qilaman buni? Aptingni to'g'rilat, apting yoqmayapti. Ket bu yerdan.